O'zbekiston xalq yozuvchisi Xudoyberdi To'xtaboyev qo'liga kitob olgan bolaning kelajagidan xavotir olish shart emas, chunki u ziyo nuri tomon intilmoqda degan edi. Navbatdagi lavhamiz qahramoni Bahodir Kazakov ana shunday kitobxon yoshlarimizda. Bahodir Kazakov Toshkent viloyati Bekobod tumanida tug'ilgan. Bolaligidan adabiyot, san'at jonudili. Qo'li bo'shadi deguncha kutubxonaga chopadi. Muhammad Yusuf Iqbol Mirzo ijodini juda sevadi. Bu ikki shoirimizga ergashib, o'zi ham qo'lga qalam oldi. Badiiy ijod bilan shug'ullanib keladi. Bisotidagi 700 dan ortiq kitoblarning aksariyati zamonaviy adabiyot vakillariga tegishli. Bahodirning ziyod taxallusi bilan bitilgan she'rlari mehr, muhabbat, vatanparvarlik hislari bilan sug'orilgan. Biz yoshlarga keng tarzda imkoniyatlar yaratib bermoqda va biz bundan unumli foydalana olishimiz kerak. O'sha yoshlar qatorida men ham o'sha imkoniyatlardan foydalanmoqdaman. Ustozlarimiz izidan borgan holda yaxshi bir ijodkor bo'lish maqsadini qo'yganmiz. Albatta niyat xolis, maqsad aniq, shaxdam qadam tashlar ekanmiz. Niyatlarimiz ijobat bo'ladi degan umiddaman. U ayni kunda notiqlik san'ati bo'yicha saboq olib kelmoqda. Juda ko'p san'at, ma'rifat bilan bog'liq ma'rifiy anjumanlar, festival sahnalaridagi chiqishlari ko'pchilikning e'tiborini tortdi. Muslimbek Yo'ldoshev Tolib Isroilovlarga havas qiladi. Hali katta hayot yo'liga chiqmagan Bahodirjonning orzusi ustozlari kabi telejurnalist bo'lish. Kuni kecha poytaxtimizdagi Cho'lpon kutubxonasida bu ham sizning tengdoshingiz deb nomlangan tadbir bo'lib o'tdi. Unda yosh kitobxonlar Bahodir Kazakovning yangi she'rlari, orzu umidlaridan bahramand bo'lishdi. Shu kuni Bahodirjon kutubxonaning doimiy a'zosiga aylandi. Qahramonimiz faxriy yorliqlari, esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi.